Assalomu alaykum do'stlar, hammanglarniki mushvaqinglar xayrli bo'lsin. Biz oldingi darsimizda Windows kompyuterga JDK tushirishni o'rganib o'tgandik. Bugungi darsimizda bo'lsa Windows kompyuterga GRE va Eclipse tushirishni o'rganib o'tamiz. Avval biz Google'ni ochib GRE'ni tushiramiz. Buning uchun download GRE deb izlaymiz 1.8 deb. İzlegandan keyin torba chiqadi. Oracle'dan keyin organ torbetini izlaymiz. İzlab ochgandan keyin buningda kompyuterningki nashrni izlab topamiz. Oldingi darsda qanday qilib shu kompyuterningki bit sonini tepishni ko'rsatgan. Mening kompyuterim 64 bitlik bo'lganligi uchun bu yerda men 64 ni tushirman. Mening kompyuterimda burun tushirib qo'ygan GRE bo'lganligi uchun men shuni ijro qilib shuni ko'rsataman. Sizlar shuningdan 64 yoki 86 agar kompyuteringiz 32 bitlik bo'lib qolsa 86 64 bitlik bo'lib qolsa 64 degan besib qilsangiz mana bu ko'rinish ochildi. Undan meni qabul qilman degan besib tushirish deganni bossangiz sizni Oracle'ningki organ torbetiga yo'llaydi. Bu yerda Oracle'dagi hisobot uchuringizni kirgizib sign in deb qilsangiz ham tushadi. Agar Oracle'ningki hisoboti bo'lmasa, bu yerda yangi hisob ichish orqali tushirib qilsangiz bo'ldi. Men tushirib qo'ygan ne ijro qilman. Kompyuterda GRE va GRE'ni tushirib qo'ygan shuni ijro qildim. Ijro qilsam mana bu ko'rinish ochildi. Ramka bu yerdan ijro qilishni bosdim. İcra qilishni bosgandan keyin mana bu ramka ochildi. Bu yerdan qachlash install deganni bosdim. Hozir GRE'ni qachlayotdi. Hozir GRE'ni ko'rganinglardek muvaffaqiyatli holda qachlab bo'ldi. Biz endi kompyuterningki shu C diskini ochamiz. C diskini ochib, C diskidan program filesga kiramiz. U yerdan Java'ni bossak, bu yerda mana JDK va GRE bor. Oldingi darsda JDKni qachilgan, shuning uchun JDK bor. Bu yerda GRE'ni hozir qachildik. Biz bu GRE hujjatini ochamiz. bin hujjat qisqicha kiramiz. Hujjat qisqicha kirgandan keyin bu hujjat qisqichiniki adresini kopiya qilamiz, ko'chiramiz. Ko'chirib bo'lgandan keyin bu yerdan shu bu yerdan kompyuterningki system properties deganga kiramiz. Agar sizning kompyuteringizda desktop degan ustal yuzida bo'lib qolsa, siz shuningki mau Anasıdaki properties xaslık hücrete kirsanız boldu. Yoki desktopni içip açqandaki kompüter u yerden system properties deganga bassanız mana bir ko'rinish chiqadi. Bu yerdan biz change settings deganni basamiz. Basgandan keyin mana bir ramka ochildi. Buningdan advanced kiramiz. Advanced kirgandan keyin environment variables deganga basimiz. Basgandan keyin bu yerda mana bir ko'rinish ochildi. Ochilgandan keyin biz bu yerdagi pass deganni bosib, bu yerdan edit deganni basimiz. Edit deganni bassak, unda bir ramka chiqdi. Biz oldingi darsda GRE'ni qo'shgandik. Endi ma darsda biz oldingi darsda JDKni qo'shgandik. Hozir GRE'ni qo'shdik. Qo'shgandan keyin OK'ni bosdik. Əmrisində OK'ni besib qılımız. Hazır GRE muvaffaqiyatli holda qo'shildi. Endi biz Eclipse'ni tushiraylik. Download Eclipse ID deganni bassak, mana bir torbet chiqadi. Bu yerdan mana Eclipse'ninki organ torbetini ochamiz. Organ torbetini ochgandan keyin bu yerdan
Mavu dolant 64 bit deganni basamiz. Basgandan keyin manda bir ko'rinish chiqadi. Bu yerdan tushirish deganni downloadni basamiz. Bassak bu yerda Eclipse tushdi. Biz buni bu yerdan besib açımız yoki siz shu kompyuterningki kirib downloads yoki tushirish hujjati bor yoki kirib shu yerdan assangiz bo'ldi. Men 2 basgandan keyin ijro qilish hujjatini 2 basgandan keyin manda bir ko'rinish ochildi. Bu yerdan ijro qilishni bosaman. Qaraydigan bo'lsak, shu Eclipse'ni qachalash ko'rinishi chiqdi. Biz bu yerdan birinchisi Eclipse'ni Eclipse IDE for Java Developers degan shuni basamiz. Basgandan keyin manda bir ko'rinish chiqadi. Bu yerdan install qachalashni basamiz. Basgandan keyin bizdan mavu kelishimnomalarini o'qib, mushunqa qo'shilishni so'raydi. Qo'shilishni basdik. Hozir shu Eclipse'ni qachilayotdi. Hozir shu Eclipse'ni qachlab bo'ldi. Qachlab bo'lgandan keyin bu yerdan launch deganni basamiz. Etishini basgandan keyin bu Eclipse IDE ochildi. Qaraydigan bo'lsak, bizga shu Eclipse'ninki workspace'ni ishlaydigan o'rinni nega qurganligimizni so'raydi. Biz shu o'z beti qolsin deyli. Undan keyin qatam so'rmasin degan besib qo'zg'atishni basdik. Qaraydigan bo'lsanglar, hozir shu Eclipse'ninki IDE'si ochildi. Biz bu ekranni cho'ngaytaylik. Cho'ngaytib, welcome page'ni o'chirdik. Welcome page'ni o'chirib bo'lgandan keyin bizga menda bir ko'rinish chiqadi. Bu yerdan biz yangi bir project quraylik. Java kod yozishdan burun avval biz bir project qurishimiz kerak. Projectni bastım. Biz projectga isim beraylik. Isim bergandan keyin finish deganni bastım. Biz qarsak bu project hozir qurildi.
Biz endi mush projektning ichiga package quramiz. Kod yozish uchun avval package qurishimiz kerak. Shuningga package deganni bosdim. Buni qaraydigan bo'lsak, mouse source src deganga akilib, mousening o'ng knopkasini bosdim. Undan keyin package deganni bosdim. Bu yerga mush packagening ismini beramiz. İsmini berdim. İsmini bergandan keyin finish deganni bosdim. Biz bo'lgandan keyin bu package ochildi. Packageni qurib bo'lgandan keyin biz yana packagening ustiga akilib class quramiz. Class yani sinfni quramiz. Sinfni qurib bo'lgandan keyin biz bu yerga finish deganni besib oxirlashtiramiz. Oxirlashtirib qarasak, bizningki class qurildi. Endi buning ichiga program yozish uchun avval main methodni yozamiz. Main methodni yozib bo'ldik. Main methodni yozib bo'lgandan keyin bu yerga bir xatni print qilaylik, bostirib chiqaraylik. System check it out, check it print ln. Print ln yozib bo'lgandan keyin biz mushuning ichiga bir xat yozaylik. Xat cho'qim mau ikki kodninki double code deydi. Shuning ichiga yozildi. Buni yozib bo'ldik. Yozib bo'lgandan keyin biz mousening o'ng knopkasini besib, bu yerdan run as deganni bosamiz. Bu yerga akilib, bu yerdan Java application deganni bosamiz. Basak bizning program hozir ijro bo'lyapti. Qarasak, mana hello world. Bu yerga yozgan hello world degan muvaffaqiyatli holda bizning console shu natijalarni oldigan konsolga yozib chiqarildi. Demak, biz muvaffaqiyatli holda JRE'ni, JDK'ni va Eclipse'ni qachlab, tunji programmamizni Windows muhitida yozib chiqdik. Bugungi darsimiz mushayigacha. Keyingi darsda ko'rishaylik. Allohga emanet.